بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. har bitta mu'min musulmonga vojib bo'ladigan narsa shuki, Alloh subhanahu va taolo uni nima uchun yaratganligini bilib va shu maqsadni iloji boricha to'g'riligicha ado qilishlikka harakat qilishligi lozim bo'ladi. U uchun yaratilgan maqsad u Alloh subhanahu va taolo aytganidek, "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Men jin va insni faqatgina o'zimgagina ibodat qilishlikka yaratdim deydi. Demak, mu'min banda qanaqa bir buyurilgan narsalar bo'ladigan bo'lsa, shularni ado qilib va qanaqa qaytarilgan narsalar bo'ladigan bo'lsa, shundan nafsini tiygan holatda hayotini chiroyli ravishda o'tkazishga harakat qiladi. Va shuning bilan birga Alloh subhanahu va taolo mu'min bandalariga toat va ibodat mavsumlarini qilib qo'ygan. Va shu sabablik u bandani darajalari ko'tariladi va hasonatlari ziyoda bo'ladi va qilgan gunohlari kechirilishligi va kafforat qilinishligiga sabab bo'ladi. Va mu'min banda mana shu mavsumlardan iloji boricha foydalanishligi lozim bo'ladi. Va biz ana shu mavsumlardan bir mavsumga kirib keldik. U Muharram oyidagi bo'ladigan roza ibodati. Bu katta bir Alloh subhanahu va taolo bergan fursatlardan. Kimda kim Muharram oyiga yetib kelishligi Alloh subhanahu va taolodan bo'lgan bir taqdir bilan yetib kelgan bo'ladigan bo'lsa, u ham bo'lsa unga Allohdan bo'lgan bir ne'matdir. Shuning uchun ikki og'iz bo'lsa ham mana shu Muharram oyi to'g'risida haqida kelgan ba'zi bir hadislarni bir necha bir daqiqalarda mudorasa qilib o'tsak inshaalloh, Allohu a'lam, maqsadga muvofiq bo'ladi. Allohdan yordam so'ragan holatda shu hadislarga kirishamiz.
Imom Muslim rahimahulloh Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilib aytadilarki, Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Ramazondan keyingi eng afzal roza Muharram oyining rozasi dedilar. Va farz namozidan keyingi bo'lgan eng afzal namoz u kechasi turib o'qiladigan nafil namozdir dedilar. Bu o'rinda Nabiy sallallohu alayhi va sallam Muharram oyining Ramazonini rozasini mutlaq fazilatli qilib bayon qildilar. Bu hadisda qaysi kuni aytilmagan. Shuning uchun mutlaqo Muharram oyini boshi, oxiri, o'rtasi qancha bo'ladigan bo'lsa tutilishlik inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi. Lekin Muharram oyini hammasini tutishlik bu sunnatga qarshi bo'ladi. Sababi Nabiy sallallohu alayhi va sallam Oysha radhiyallohu anha hadislarida aytadilarki, Oysha radhiyallohu anha Nabiy sallallohu alayhi va sallam hech bir oyni to'liq tutmaganlar Ramazondan boshqa dedilar. Shuning uchun bu oyda nafl roza tutishlik Ramazondan keyingi eng afzal nafl roza bo'lib hisoblanadi. Va Oysha radhiyallohu anha va Ibn Abbos radhiyallohu anhuma ya'ni hadislarni to'plamiga qaraladigan bo'lsa, Oysha radhiyallohu anha aytadilarki, ikkalasi ham Sahih Buxoriy Muslimda hadis, aytadilarki, Quraysh mana shu Ashura kunini rozasini tutsardi jahiliyat vaqtida. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Madinaga kelgan vaqtlarida o'sha rozani tutishlikka buyurdilar. Bu buyurishlikni nima sababi? Buni Ibn Abbos radhiyallohu anhuni hadislari bayon qiladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Madinada kelgan vaqtlarida Yahudilar mana shu kunni rozasini tutishardi. Shunda bu nima uchun tutasizlar deb so'raganlarida ular aytishdiki, bu yaxshi kun bu. Bu kun shunday kunki, Alloh subhanahu va taolo Banu Isroilni o'zlarining dushmanlaridan qutqargan, ya'ni Fir'avn va jamoatidan. Va o'shanga shukrlik qilib Musa alayhisolatu vassalam rozasini tutganlar deganlarida, deyishganida Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, ana ahaqqu bi Musa minkum. Man Musoga sizlardan ko'ra haqliroman. Sabab Muso birodarlari payg'ambar alayhimussalatu vassalam. Man Musoga sizlardan ko'ra haqliroman deb roza tutib musulmondan roza tutishga buyurdilar. Endi Oysha radhiyallohu anhoning hadislariga qaytamiz. Oysha radhiyallohu anha aytadilarki, "Falamma furida Ramazon oyi farz bo'lgandan keyin Ashura kunini rozasini tutishni tashadilar. Ya'ni farz e'tiqodida tutishlikni tashadilar va illo tutadilar. Shundan keyin aytadilarki, "Faman sha'a samahu va man sha'a taraka." Xohlagan tutardi, xohlagan tutmasdi. Ya'ni farz emasdi demoqchilar. Ramazon oyi farz bo'lguncha bu oyni rozasini farzdek tutishardi. Lekin Ramazon oyi farz bo'lgandan keyin Ashuroni, Muharram oyining 10-sini xohlagan odam tutardi va xohlamagan tutmasdi. Ya'ni farz deb hisoblamasdi hech kim deb aytmoqchilar. Yana bu oyni fazilatida Abu Qatada radhiyallohu anhuning ham hadislari bor. Bu hadis Muslimda, ya'ni Sunan Abi Dovud sunanlarda keladi. Kelgan Abu Dovudda, Tirmiziyda kelgan isnodi sahih. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Salathun min kulli shahr va Ramazon ila Ramazon, fa hada siyamud dahri kullih." Har oydan 3 kun roza tutishlik, Ramazondan Ramazongacha tutishlik, bu butun umrini, butun hayot roza tutgandek hisoblanadi. Bu mashnaqa amalga mudovama qilgan odam. Va Arafat kunining rozasini tutishlik, man Allohga
1 yil oldingi va 1 yil keyingi gunohga kafforat bo'lishligini Allohdan hisob qilaman, ya'ni umid qilaman deydilar. Va Ashura kunini ro'zasi deydilar. Ahtasibu alallohi ay yukaffira as-sana allati qablahu. Ashura kuni, ya'ni Muharram oyini 10-kunini ro'zasi undan oldingi yilli gunohga kafforat bo'lishligini umid qilaman deydilar. Bu dalolat qiladiki, juda katta bir ajrga, fazilatga ega kun bu ro'zasi, bu kunning ro'zasi. Shuning uchun mu'min odam, iloji bor odam bundan dangasalik qilishligi yaxshi emas. Iloji boricha tutishlikka, sabab bu oz amal emas, 1 yillik gunohga kafforat bo'ladi. So'zsiz bu nima? Jumhur aymalar aytgandek, bu katta gunohlar bu bilan ketmaydi. Katta gunohlarga tavba hojat. Endi 10-Ramazonni Ashurani tutishlik bildik uni fazilatini. 9 to'g'risida nima gap bor deb so'raladigan bo'lsa, Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilarki, Nabiy sallallohu alayhi va sallam Ashura kunining ro'zasini tutganlar bir vaqtda va uni tutishga ham buyurganlar. Sabab u kun tepadagi aytilganda shunaqa fazilatli kun edi. Shunda ashoblar Nabiy sallallohu alayhi va sallamga aytishdi: "Ya Rasululloh, bu kun Yahudi va nasoralar ulug'laydigan kun-ku bu Ashura kuni. Ya'ni ularga o'xshab qolmaymizmi?" degan ma'noda aytishdi. Bu dalolat qiladiki, ashoblar hatto urf-odatlar emas, hatto ibodatlarda ham Nabiy sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga muvofiq bo'lib bir choch miqdorida chiqmaslikka harakat qilishadi radhiyallohu anhum mardan. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, agar kelasi yil bo'ladigan bo'lsa, inshaalloh dedilar, 9ni ham tutamiz dedilar. Fa idza kana al-aam al-muqbil inshaalloh sumna al-yawm at-tasi' dedilar. Shunda Ibn Abbos aytadilarki, keyingi yil kelmasdan Rasul sallallohu alayhi va sallam vafot qildilar deydilar. Bu dalolat qiladi 9-kunni ro'zasini tutishlik, undan maqsad Yahudi va nasoralarga teskari kelishlik va Nabiy sallallohu alayhi va sallamning qavli sunnatlari bo'ladi. Buni qavli sunnat ekanligi dalolat qiladigani bu Al-Hakam ibn A'raj rahimahulloh aytadilarki, bu hadis ham sunanda, hadis sahih. Ibn Abbos radhiyallohu anhu oldiga kelib, u kishi Zamzamning oldida kiyimlariga suyanib o'tirgandilar. Shunda menga Ashura kuni to'g'risida, ro'zasi to'g'risida xabar bering deb so'radim dedilar. Shunda Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytdilarki, "Iza ra'ayta hilal al-muharrami fa'adid." Agar Muharram oyini ko'rsang, hilolini ko'radigan bo'lsang, fa'adid. Sanashni boshlagin deydilar. Va asbih yawm at-tasi'i sa'ima. 9-kunini ertalabida ro'za bo'lgan holatda tong ottirgin dedilar. Demak, 9-ro'za tutishlik irshod bo'tdi bu yerda. Qultu hakaza kana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yasumuhu qala na'am. Nabiy sollallohu alayhi vasallam shunaqa bir ro'za tutarmidilar deb so'raganimda, ha dedilar. Shunaqa bir ro'za tutardilar. Ya'ni maqsad nima? Nabiy sollallohu alayhi vasallam shunga irshod qilardilar, ko'rsatgandilar, bizga aytgandilar va illa u kishi keyingi yilga yetmasdan vafot qildilar. Demak, u kishining sunnatlari bo'lib hisoblanadi. Demak, Ashura kunining ro'zasini tutishlik shu ajrga sazovor ekan.
9ni tutishlik u Nabiy sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari ekan. Ammo 11ni tutishlik qalay bo'ladi deganda, bu 11ni tutishlikni to'g'risida hadis keladi, hadis isnodida so'z bor. Shuning uchun xayrul hadi Muhammad sollallohu alayhi vasallam, eng afzal yo'l Nabiy sollallohu alayhi vasallam yo'llari. Shuning uchun 11ni ham tutishlik afzal demasdan, balkim bilgan odam aniq 9-10 ni bilgan odam 9ni 10ni tutadi. Lekin Imom Ahmad rahimahulloh aytadilarki, فإن اشتبه عليه أول الشهر صام 3 أيام وإنما يفعل ذلك ليتيقن صوم 9 والعاشر. Agar Muharram oyi boshlangani to'g'ri yoki noto'g'riligi to'g'risida agar shubhalanib qolsa, bugun 1-Ramazon bo'ldimi yoki 2-Ramazon bo'ldimi deb shubhalanib, Muharram bo'ldimi deb shubhalanib qoladigan bo'lsa, bu o'rinda 3 kun roza tutib qo'yadi. Nima uchun? Bu bilmagan odamga. Nima uchun maqsad? 9-10ga aniq muvofiq kelishligi uchun tutib qo'yadi deydilar. Mana shu Imom Ahmad rahimahullohning tahrijlari juda chiroyli. Ammo bekordan bekor 11ni tutmagan afzal. Ibn Qayyim rahimahullohning ijtihodlari bu. U kishi aytadilarki, afzal Ashurodagi, Muharramdagi eng afzal roza 9, 10, 11ni tutishlik. Undan keyingisi 10ni tutishligi yo bir kun oldin yo bir kun keyin deydilar. Undan keyingi fazilatlik darajasi nima? Faqatgina 10ni bir o'zini tutishlik deydilar. Bu boyagi tepadagi aytilgan hadisga suyanilib aytilgan narsa va illo hadis isnodida gap bor. To'g'rirog'i iloji boricha 9-10ni tutadi. Agar 9ni tutmasdan 10ga bilib qoladigan bo'lsa, 10-kunigida bilib qoladigan bo'lsa, unda 11ni tutib qo'ysa bo'ladi deydi. Afzal bo'ladi deydi ba'zi bir olimlar. Nima uchun? Maqsad yahudiylar va nasoralarga o'xshamaslik uchun maqsad. Shu maqsadda. Shuning uchun asl 9-10ni tutishlik va shu bilan inshaalloh o'sha ajrni niyat qilib tutiladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloni mana shu keng marhamatiga yetishlikka muvaffaq bo'linadi. Shu ikki og'iz aytmoqchi bo'lgan gapimiz. Vallohu a'lam. Va sallallohu va sallama va baraka ala abdihi va rasulih nabiyina Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.